Dedema esa shu o'rganish xolismda videoni oxirigacha oxirida bo'lsa sizga judayam ajoyib sovg'am bor. Sizga kerakli bo'ladigan narsa Abadok 4 sezer parkimizni metrajli ko'z hamda ko'z klip 05 sim kerak bo'ladi. Klini Abadokka surishdan boshlaymiz. Abadokka klin surib bo'lganimizdan keyin 2 minut qotirishga qo'yib qo'yamiz. Barglarni videoda ko'rsatilgandek qotirish boshlaysizlar. Simni qanchalik o'zingizni mahkam kuchli borishi tortsanglar, shuncha yasayotgan aksessuaringlar mustahkam. Barglarimizni yaxshilab qotirib olgandan keyin unga klin surib chiqamiz. Klin surayotganingizda e'tiborli bo'ling. Klin kam bo'lib qolishi kerak emas. Kam bo'lib qolsa toshinglar tushib qolishi mumkin. Ko'rganingizdek toshlarni shunaqa ko'zlarimizni yopishtirib chiqamiz va o'rtasiga metrajli tosh yopishtiramiz. Abadogimiz ham tayyor bo'ladi. Demaslik video boshida aytgan edim. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, oxirida sizlarga sovg'am bor. Agarda kim shu DDMani yasab, men direktimga rasmini tashlasa, men unga butun boshli anor komplekt darsligini tekinga sovg'a qilaman. Video yoqqan bo'lsa, like, kommentariy esingizdan chiqmasin hamda meni sahifamga obuna bo'ling. Chunki bunaqa foydali videolar juda ham ko'p.